Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kunning muhim yangilik va hodisalaridan xabardor bo'lib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni, video ostida like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Donald Tramp Eron uchun yangi rahbariyat izlash vaqti kelganini ta'kidladi. AQSh prezidenti bunday fikrni Politico'ga bergan intervyusida bildirdi. Donald Tramp Eronning oliy rahnamosi Oyatullohxon Ali Xomaniyni mamlakatni boshqarishga qodir emasligini aytib o'tgan. Rahbar o'z mamlakatini to'g'ri boshqarishi lozim. Yomon rahbarlik tufayli Eron dunyodagi eng yashash uchun yomon mamlakatga aylanganini ta'kidlamoqda. Daniyada minglab odamlar Grenlandiyaning AQSh tomonidan anneksiya qilinishiga qarshi norozilik namoyishini o'tkazishdi. Namoyishga chiqqanlar AQSh prezidenti Donald Trampning Grenlandiyani egallab olish rejasiga qarshi norozilik bildirish uchun ko'chalarga chiqishgan. Namoyish Daniyaning ikkita yirik shaharlarida bo'lib o'tgan. Xabarlarga ko'ra, mitingda taxminan 8000 kishi ishtirok etgan. Rossiya Ukrainani elektr energiyasi va issiqliksiz qoldirmoqchi. Rossiya qurolli kuchlari ukrainaliklarni elektr energiyasi va issiqliksiz qoldirish uchun Ukraina atom elektr stansiyasi podstansiyalariga zarba berish variantlarini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Ukraina Mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi e'lon qiladi. Ukrainani urushni tugatish uchun qabul qilib bo'lmaydigan taslim bo'lish talablarini imzolashga majburlash uchun Rossiya mamlakatimizdagi energetika tizimlari va strategik obyektlarga zarba bermoqda, deydi Ukraina razvedkasi. Erondagi norozilik namoyishlari paytida minglab odamlar halok bo'lgani tasdiqlandi. Eron oliy rahbari Ali Xomoniy bu ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida tasdiqladi. Uning xabar berishicha, norozilik namoyishlari paytida 250 ta masjid va 250 dan ortiq ta'lim va ilmiy markazlar vayron qilingan. Xomoniy norozilik namoyishlari paytida bir necha ming kishi halok bo'lganini yozadi, ammo bu qotilliklarda Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilni ham ayblagan. Bizda hozircha shular, bizdan uzoqlashmang, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha